Assalomu alaykum do'stlar. Mana MyVisa Amerika elchixonasiga yetib keldik. Viza topshirish jarayonida inshaalloh bir qisman ko'rsatib o'tmoqchimiz. Ya'ni Amerika elchixonasiga dokumentlarni O'zbekiston do'stlarimizdan noldan boshlab 100%likgacha topshirishlikka va Amerika elchixonasida eng yomon tomoni bu onlayn bo'lmaydi viza xizmatlari, offlayn, ya'ni suhbat davomida sizga viza beradi. Berish yoki bermasligi mana bu elchixonaga kirib elchixonaga kirganingizdan boshlab keyin aniq bo'ladi. Bu elchixonada agarda siz koreys yoki inglizini bilmasangiz, bizda tarjimon xizmatlarimiz bor. Koreys tili va ingliz tilida tarjimonlik qilib, ofitser bilan gaplashib, viza olishlikgacha inshaalloh yordam beramiz. Kimgadir Amerika vizasi kerak bo'lsa, turist viza kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqasizlar, telefon qilib yoki Telegram orqali ma'lumotlarni, tekin maslahatlarni beramiz inshaalloh. Viza olishligingizgacha yordam beramiz.